أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah subhanahu wa ta'ala Anfal surəsinin 41-ci ayətində qanimet ahkamlarını bayan qılıb bergəndən keyin 42-ci ayətdən başlap bizə canın jaryanını təsvirləb berdi. Allah şundaq deydi. Öz vaqtida sizlar yaqin tərəfdə idinglar. Yəni sizlar jangga chiqqan vaqtinglarda Madinaga yaqin vadi tərəfdə idinglar. Ular, yəni sizlərning mushrik düşmanlaringlar Madinaga jiroq vadi tərəfdə idi və karvan, yəni Qurayshning tijorat karvoni sizlərning tüvənki tarafinglarda dengiz sahiliga yaqin tarafda edi. Agar sizlar mushriklar bilan jang qilishga va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar ixtiloflashib qolatdinglar. Ya'ni o'zinglarning soninglarning ozligini, mushriklarning sonining ko'pligini ko'rib, buning albatta xiloflik qilgan bo'latdinglar. Lekin Alloh taolo o'z hikmati bilan buni sizlarga osonlashtirib berdi va bu jangni, Badr jangini tamomlab berdi. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu shundaq deydi. Badr günüdə musulmonlar və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Qurayşning karvanını bulmoqchi bo'lib chiqqan edi. Allah subhanahu va taolo musulmonlar bilan dushmanlarning o'ttirisini o'ylab baxmagan bir vaqtda jamladi. Razi shundaq deydi. Bu oyatning ma'nosi, agar sizlar va Makkaliklar jang qilishga va'dalashgan bo'lsanglar, soninglarning ozligidan va mushriklarning sonining ko'pligidan bir-biringlarga ixtilof qilishgan bo'ladinglar, gapinglar bir yerdan chiqmaydi. Lekin Alloh taolo bo'lishga tegishlik ishni amalga oshirish uchun sizlarni kutilmagan bir vaqtda uchrashtirdi. Ya'ni Alloh taolo o'z qudrati orqali islom va musulmonlarni izzatga erishtirish, shirik va mushriklarni xor qilishdan iborat shaksiz bo'lgan bu ishni amalga oshirish uchun musulmonlar bilan mushriklarni uchrashtirdi, bir yerga keldi. Abu Saud shundaq deydi, bu oyatdan bo'lgan maqsad musulmonlar qo'lga keltirgan g'alaba nusratning odatdan tashqari mo'jiz xarakterlik Allah subhanahu va taoloning ishining qatoridan ekanligi, ya'ni Allohning qudratining qatoridan ekanligi, va orqali musulmonlarning iymonining kuchayishi, texmi ko'plab shukr qilishi va g'animatning 5dan birini 41-oyatda olingan o'rinlarga topshirishga nisbatan qalblarining texmi xotirjam mutmain bo'lish uchundir. Allah'ның bundan qilishi, halak bulduğanlarning ro'shan dalilini ko'rib ondan halak bo'lishi, yashaydiganlarning ham ro'shan dalilini ko'rib ondan yashash uchun edi. Allah bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Chunki Badr g'azotida Alloh taolaning o'z do'stlariga yordam berganligi va dushmanlarni xor qilganligining dalilidan iborat. Allah subhanahu va taolo bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, duolarini ijobat qilg'uchidir, ham niyatlarini bilib turg'uchidir. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. أي محمد صلى الله عليه وسلم أسلين Allah Taala düşmanlarını senin tushingda sana az ko'rsatdi. Shuning bilan sahobalarga buni deb berding. Ularning qalblari kuchlandi va kofirlarga jang qilishga shijoati oshdi. Mujohid rahimahulloh shundaq deydi. Alloh taolo kofirlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tushida uning az ko'rsatdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga tushini deb berdi va sahobalar texmi mustahkam turdi. Agar Allah Taala ularni sana ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlar cho'qim mag'lub bo'ladinglar. Agar Rabbing sana dushmanlaringni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sahobalar qo'rqinchaqlik qilib qoladi va kofirlarga qarshi jang qilolmaydi.
Bu yerda Qur'on Karimning balog'atlik uslubi chiqyotdi. U bo'lsa-mu, mag'lubiyatni sen mag'lub bo'lading demay, mag'lub bo'ladinglar deb sahobalarga nisbat berdi. Wala tanaza'tum fil amri. Ya'ni, ey sahobalar, mushriklar bilan jang qilishida datalash qilib qoladinglar, lekin Alloh taolo salomat qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mag'lubiyatdan va talash tortishdan sizlarni saqlab qoldi. Bu sizlarga ato qilgan Allohning in'omlaridan iborat. Alloh subhanahu va taolo qalblardagini bilguchidir. Ya'ni Alloh taolo qalbning qo'rqinchoqlik, botirlik, sabr yoki sabr qilolmaslik qatorliq qalbga keladigan ahvollarni bilib turdi. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Sizlar uchrashgan vaqtinglarda sizlarning ko'zinglarga ularni az ko'rsatdi va ularning ko'zlarida sizlarni az ko'rsatdi. Bu yerdagi ko'rsatish tushida bo'lmasdan balki amaliyotda ko'rsatishdan iborat. Ilgirki oyatdagisi tushida ko'rsatgan bo'lsa, bu yerda uchrashgan vaqtida az ko'rsatdi. Har ikki tarafni bir-biriga az ko'rsatdi. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, ey mu'minlar, sizlar jangda mushriklar bilan uchrashgan vaqtinglarda Alloh ularni sizlarning ko'zinglarga az ko'rsatdi. Buning sababi sizlarning dushmanlarga qarshi jur'atlik bo'lishinglar uchun, ulardan qo'rqmasliginglar uchun va sizlarni ularning ko'ziga az ko'rsatdi. Buning sababi dushmanlarning sizlarga qarshi texmi qattiq tayyorlik ko'rmaslik uchundir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday deydi: "Mushriklar Badr kuni bizning ko'zimizga az ko'rsatildi, hatto men bir kishiga ularni 100 deb qaramsa degan edim" deydi. Bu az ko'rsatish jang shiddatlik boshlanishdan ilgirki ko'rsatish. Ammo ikki taraf jangga kirishib, jang shiddatlik boshlanib ketgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni kofirlarning ko'ziga ko'p ko'rsatdi. Ular shundan bilan qo'rqib ketdi va ularning shavkati sundi. Hatto ular o'ylab baxmagan, xiyoliga kechib baxmagan sonni ko'rdi. Bu Alloh subhanahu va taoloning mushu jangdagi katta mo'jizasi, oyatlarining qatoridan iborat. Alloh subhanahu va taolo bo'lish tegishli ishni amalga oshirish uchun Allah shunday qildi, mu'minlar kofirlarga qarshi jur'atli bo'ldi. Va mushriklarmi jangdan burun musulmonlarni az ko'rganligi uchun ularga qarshi jur'atli bo'ldi. Shuning bilan ularning o'rtasida jang yuz berdi. Ya'ni cho'qim bo'lishga tegishli ish Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan ikki tarafning bir-biriga qarshi jang qilishga jur'atli bo'lishi va jangning boshlanishi Alloh subhanahu va taoloning o'zining qo'shiniga yordam berishi va botilni halok qilishi. Allah keliməsinin üstün bo'lishi va kufr keliməsinin tövan bo'lishi uchundir. Va ilallohi turja'ul umur. Ishlarning hammasi Allohga qaytarildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ishlarni o'zi xohlagancha tasarruf qiladi. Allohning hukmiga bir kim qarshi chiqolmaydi, norozilik bildirolmaydi, chunki Alloh taolo hikmat bilan ish qiluvchi ulug' zotdir. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.